Eng arzonda sizlar uchun arzon narxda 2017-yilda ishlab chiqarilgan 1.5 motorli Spark avtomat korobka. Mashinaning holatini ko'ryapsizlar, idealniligini. Вообще tinnoq ekan. Yurgan probegi zo'r, 53.000 kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Mana diskalari zo'r holatda, balonlari tinnoq ekan. Krugovoy tonirovka razresheniyalari bor ekan, salon holatlari ham zo'r, akvaprintlar qilingan, rul holatlarigacha tinnoq. Mashina sosteniyasi rostdan ham zo'r, kapot, korobkalari hammasi idealniy holatda. Konditsionerlari bor, test monitor, video registrator, mejigar 53.863 kilometr bo'pti. Mana bu sedenning holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Tinnoq holatda, faqat 2-3 joyda kraska sepilgan joyi bor ekan. Menimcha mana mashinaga menimcha bir lakmi nimadir sepishgan bo'lsa kerak, bitta ko'rib tekshirib, proverka qilib olsanglar bo'ladi. Attak mashinaning holati вообще tinnoq, idealniy bo'lib turibdi. Eng arzonida 6550 bosinglar.